Mana biz hozir kutubxonadamiz. Har xil kitob janrlari bor, har xil janrlardagi kitoblar bor. Ko'rib insonni ko'zi quvonadi kitoblar. O'zi kitob o'qish inson uchun nima kerak? Nima uchun kerak? Biz kitobga bir yaxshi narsaga talpinamizda. Nima beradi senga ularga? Yaxshi odamlarni ajratib olishimiz uchun salohiyat beradi, tarbiyani, fikrlash doirasini kengaytiradi. Keyin biz ber ko'chaga kirib qolishimizni oldini oladi. Yaxshi ma'lumot. Hatto yana qanday fikrlar bor? Yana qanday fikrlar bor? Kitob o'qish o'zi insonga nima uchun kerak degan mavzuda suhbat qilyapmiz. Qani fikring, Osiyo? kitob o'qigan odam o'zi bilinib turadi, chunki fikrlash doirasi kengroq bo'ladi o'qimagan odamga qaraganda. Shu fikri keng bo'ladi, bemalol fikrini ayta oladi, o'sha debatlarda yoki biron bir joylarda Kitob xuddi bizga havo va suvday zarur. Havo, suv qanday zarur? Masalan, biz havosiz soniyalarsiz yasholmaydi, nob qo'shimda. Suvsiz 5 kun, balki 3 kunda biz hosil bo'lamiz. Lekin kitob bu ma'naviy ozuqa. Biz qornimiz och qolsa ovqat yeymiz, to'g'rimi? Kiyimimiz eskisa yangi kiyim olib sotib olamiz. Lekin miyani kim to'ldiradi? Shu bilan kim o'ylanadi? Miya yana shunaqangi dangasa a'zoki och qoldim demaydi. Men ochman, o'quvchi, menga kitob o'qi, kitoblarni olib bermanga demaydi. Uni odamni o'zi uyg'onsagina anglab oladi. Uyg'onganlar esa vazifasi boshqalar uyg'otish, dugonasini chorlash, kitob o'qiginsan ham. Mana shu men kabi faqat fikrlash doirasida endi yoqtirmasligi mumkin uni tushunsan. Bir xil aqllisan deb oladi. Kitob o'qigan bola bilan kitob o'qimagan bolaning farqi bor-da. Bu o'ziga ma'naviy ozuqa berib bo'lgan anaqasi fikrlashiga. Ajrata olasizmi shunaqa insonlarni? Chunki ma'naviyatga zarar berish birinchi o'rinda turadi-da. Har qanday urushlarda, masalan, kutubxonalarga o't qo'yilganda, olov qo'yilgan. Masalan, Aleksandriya kutubxonasi bo'lgan tarixda juda ham katta bo'lgan. O'shani yoqib yuborishgan. Ibn Sinoning kutubxonasi bo'lgan, uni ham yoqib yuborgan. Agar mana shu holat nima uchun bo'ladi deb o'ylaysizlar? Birinchi ma'naviy zarba berish uchunmi? Yoki-da xalqni omi qilish uchunmi? Nima uchun kerak birinchi kutubxonalarga zarba? qilish uchun sababi ommaviy insonlar siz bosh olsa bo'ladi, o'yinchoq qilsa bo'ladi. To'g'ri. Yana Bizdan zo'r odamlar bo'lmasin, biz boshqaylik bu yerni deydi. Aqllilardan eksonlar. Hozir biz Idroq akademiyasi o'quv markazi bolalarini yonidamiz va shubhasiz ular ham bayramni mana shunday chiroyli zamonaviy ko'rinishdagi binoni yaxshi bir ochilishini kayfiyatda qilib olishyapti va dastavval sizlarni tabriklaymiz. Bayot tumanida bino yoshlar markazi yoga shuvatigacha bolalarimizni erkin emib kitob o'qiydigan, shug'ullanadigan IT texnologiyalardan yaqindan o'rganishga kerak bo'ladigan jihozlar mavjud inshoot yo'qida. Bugun esa bayram arafasida shu binoning ochilishi sizlar uchun nazarda juda katta bayram ko'rsa bo'ldi. xuddi shunday biz Boyvut yoshlari uchun, mana shu Ziraat yoshlari uchun Boyvutimizda Qo'shaloq bayrami edi. Ya'ni yoshlar bayrami arafasida bizni Boyvut tumani markazimizda mana shunday har tomonlama shinam va juda qulayliklarga ega bo'lgan yoshlar markazi tashkil etildi. Bu yerda endi bemalol yoshlarimiz kelib, bo'sh vaqtlarida kitoblar o'qishi, sport bilan shug'ullanishi, aytganimizdek IT bilan shug'ullanishlari. Boshlash arafasida biz bayram dasturlarini yana sizlarga tashkil etamiz. Barcha yoshlar markazi. Albatta.
Yangi O'zbekistonning taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishingizga ishonamiz. Barchangizni ushbu bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Birinchi Bizda devon qonun, Boburning mardligi bor, Buxoriyning ilmi bor, Navoiyning so'zi bor, Jadidlarning kuchi bor. Biz o'zbekligimizdan faxrlanamiz. Jadidlar o'lgani yo'q, bog'lari so'lgani yo'q, kitoblar to'lgani yo'q. Biz ibrat farzandimiz. Millat deb yonguching bor, vatan deb yonguching bor, ey jadid davomching bor. Biz ibrat farzandimiz. Hayotdan birlashib, g'oyalarda sirlashib, bilimlarda birlashib. Biz ibrat farzandimiz. Vatan bu jonimizdir, tandagi qonimizdir, hayot umr onimizdir. Biz ibrat farzandimiz. Maqsadimiz bir bizni, orzuyimiz zo'r bizni, dunyo jahon ko'r bizni. Biz ibrat farzandimiz. Biz yosh bunchamiz, samolarni quchamiz, keling birga uchamiz. Biz ibrat farzandimiz. Biz o'sha Sarmuch mahallasi tashkilotchiga tashrif buyuramiz. Bu yerda biz kitobxonlik qilishni o'rganyapmiz. O'zimizni jadid kitobxonaga huquqimiz bor. Ham kitob o'qiymiz, ham sahnalashtiramiz. Yoshlar bilan birgalikda yaqinda biz Jalol Jo'rayevning qo'shma asari, romani asosida sahnalashtirdik. Bitta o'zimiz ham uni videorolikka olib ijtimoiy tarmoqlarga qo'ydik. Maqsad vatanparvar yoshlarni yetkazish vatanimizga va bitta bo'lsa ham kitob o'qish. Bitta dona kitob o'qigan bolada boshqacha ong, boshqacha fikrlash va hayotga muhabbati ham boshqacha bo'ladi. Shu mani oliy maqsadim vatanparvar yoshlarni yetkazish va kitob o'qitish yoshlarga. Mana shu bo'sh vaqtimizda ham ingliz tili, koreys tili, rus tili, IT va matematika bilan shug'ullanishdan tashqari kitob o'qitish. Kitobxonlarga berasiz. mana rahmat. Bular o'zini nimalarini aytib berishadi, fikrlarini aytib berishadi, minnatdorchiliklarini. Qani boshlaymiz. Kitoblarga yana kitob ana. Zo'r kitob lekin Hello, my name is Saiza. My full name is Abdumalikova. I teach theater also. Ibras Academy. Ibras Academies have got 23rd language. Also, I teach Arabic and English language. And I read Tursumaladip have got hard teach pupils and I am and we are my teacher take a certificate shepherd and take C1 and also our language is very well because in the world need to this is language. rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Boyovut tumanining hokimi. Mening ismim Asadbek, familiyam To'xtedov. Men Tursunbo'latovning Sarmuch mahallasida ochilgan Ibrat farzandlar ro'yxatining Ibrat akademik o'quvchisiman. Men hozirda ingliz tilidan darslik olyapman. Bu yerda yana kompyuter soatxonligi darslar ham o'tiladi. Men shu yili sentabr oyida sertifikatga topshirish niyatim bor. Молодец. Hello, my name is Asya. My surname is Rustamba. I teach Ibrat Academy, and this library is very big and a lot of books. My favorite hobby is read book, and I happy this space and library. Rahmat. Ana. Men sizga ustozim haqida gapirib bermoqchiman. U
ingliz tilida. My teacher often tells all of us has learned from the children of Ibrat by downloading this application to our phones. Ibrat's children are the most reliable knowledge base. We just need to take advantage of the vast opportunities credit. The legend studies thanks for all the great opportunities credit. Assalomu alaykum. Men hozirda o'rganayotgan fransuz tilimni sizga gapirib bermoqchiman. Bonjour, je m'appelle Asal, je speak most biscuit, je suis Ernst Skating École. Mon professeur est Khurshida Egamberdiyeva, elle sinon Nikolopsis Dikonesis, je et Jean-Claude Sylvans, dit Ibrat. I am Jasmine. I am very happy to opportunity to speak with you. You are very great inspiration for young people. Currently, I learn English in Ibrat Academy. My teacher is Khurshida Egamberdiyeva. She improve our English every day. Ular bizga har kuni vatanni sevish kabi narsalarni singdiradilar. Ular men uchun juda yaxshi ustozlar. Ular har kunimizni ingliz tilimizni rivojlantiradilar. Bugün 30-iyunda Respublikada ko'raysiz. Kelajagimizni Prezidentimiz aytganlarida bu matematikani o'rganinglar, ximiyani o'rganinglar, bo'ptimi? Vatanimiz uchun kerakli odam bo'lib chiqing. Bu albatta ularning kelajakka bo'lgan ishonchini yanada oshiradi. Kitobga bo'lgan mehr-muhabbatni o'stiradi. Yoshimiz yonida kitoblarni o'qishni asosiy bir mashg'uloti sifatida biladigan va kitoblarga do'st bo'lgan yoshlar o'tiribdi. Assalomu alaykum. Shu vaqtgacha nechta kitob o'qigansiz? Men shu yoshimgacha juda ko'p kitob o'qiganman. Meni ustozim Khurshida Egamberdiyeva gazetchi kitobxonlar klubini tashkil etganlar. Biz bu klubda har doim turli xil kitoblarni o'qib, ularni sahnalashtiramiz. Demak, kitoblar o'qish bilan cheklanib qolmasdan, ulardan qisqagina parchalarni sahna ko'rinishiga ham aylantirasizlar. Bu yana ham kitobdagi voqeliklarni yodda saqlashga yordam beradi, to'g'rimi? Tushunishga, yaxshi o'qishga yordam beradi. Rahmat, kattakon. Sizning ismingiz nima? Humoyinbek, eng yoqtirgan asaringiz qaysi? Tamom. Yurtdoshlaringizga qanday tavsiyalar berasiz kitob o'qish bo'yicha? Ularga juda ko'p kitob o'qishga maslahat beraman. Chunki kitob odamning xarakterini, o'zini o'zgartiradi. Juda ham chiroyli fikrlar ekansiz, to'g'risi. Siz qaysi asar qahramoni bo'lib qolishiga qiziqgansiz? Masalan, Sariq Qutda, Oshimjon, istaganmisiz sehrli qalpoqni agarda sizda bo'lib qolsa, egasi bo'lib qolsangiz, undan foydalanishga istagansiz? Ajoyib. Yana qaysi qahramonlar? Masalan, men istardim. Yana albatta, sayyorasini qutqarib qolish. Albatta, mana shunday yoshlar qo'lida bugungi kelajak. Yangi O'zbekistonni kitobxon yoshlar quradi. Işte. Yoshlarning itirozi gap bor ekan-da. Zaminada o'tirib o'tirmoqchi yoshlar. Bizga yoshlar markazini ochish uchun yordam berganingiz uchun rahmat. Biz bu yerda o'zimizga aytganimiz bu yerga kitob o'qishimiz sababi bizga yoqqan kitoblar va biz bu kitoblarni ko'rib kitobsevarligimiz uchun o'zimiz yayanyapti. Sababi bu kitoblar turli xil ichidagi mavzular bizga kelajakdagi tashabbusimizni kattaroq kengaytirishimizga yordam beradi va biz kelajakda Avvalambor hammalarga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Hamma yoshlarimiz, klubimiz, jamoamiz bilan hammalaringga rahmat. Bizga shunday imkoniyatlar berib, bizga ishonayotganlaring uchun biz bu yoshlar markazidan keng miqdorda
foydalanamiz. O'zimizga kelajagimizda yangi O'zbekistonni qurishga va'da beramiz. Yangi ochildida ichkarida yana nima bo'lishini xohlasalar, narsalarni aytsalar, yana kamchiliklarni bartaraf boraveramiz. Yana qo'shimcha nimalar tashkil qilishingiz kerak bo'lsa, aytsalaring, birgalikda ishlab to'g'rilayveramiz. Hamkorlikda ishlaymiz. Yoshlar bilan hamkorlikda ishlash bo'yicha aniq vazifa belgilab berdik. Yoshlarga xizmat qilish kerak. Yoshlar maskani qilish kerak. Rahmat sizlarga. Ibrat farzandlar turinglar. Yoshlar yetakchilari. Atxanlik Biz o'zbekligimizdan faxrlanamiz. Jadidlar o'lgani yo'q.